Assalomu alaykum azizlar. Bugun eksperiment sifatida bir ajoyib intervyuni niyat qilgan edik Qora aka bilan. Said Abror Qora aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaqindagina statistikani ko'rsatishdi. 11 million aholi hozir umrada. Ramazon paytida umrada va nima uchun Ramazonda ko'payib ketadi endi odamlar. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor bizni kuzatib turganlarga. Xo'p, nima uchun Ramazonda Masjidul Haromda, ya'ni Makka da, Madinada odam ko'p bo'ladi? Asosan Makkada, Ka'baning atrofida odam ko'p bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisalomdan hadis bor. Payg'ambar alayhisalom kim Ramazonda umra amalini bajarsa, men bilan birgalikda haj amalini bajargandek savobga ega bo'ladi deganlar. Ana. Boshqa bir rivoyatda esa kim Ramazonda umra amalini bajarsa, hajning savobini topadi degan mazmunda ham hadis bor. Ikkalasini ham qo'shganda, demak Ramazonda umra qilishlik juda ham ulug' bir amal ekanligini tushunsak bo'ladi. Shuning uchun har yili Ramazonda butun yer yuzidan musulmonlar o'sha Masjidul Haromga talpinib, Ka'baga yog'ilib borishadi. Hamma ketyapti. Hamma ketyapti. Ramazon bo'lgani uchun emas, umuman biz ham bir borib sayohat qilib kelsak bo'larmikan umraga? Umra sayohat emas ekan. Alloh nasib qilsin sizga ham. Duo qilamiz. Mana Ramazon oyida sizga ham, oilangizga, ota-onangiz bilan birga borishni nasib qilsin. Umra sayohat emas va rostdan ham bugungi mavzuyimiz mana Qora akam o'zlari aytdilar, o'z zabonlari bilan aytdilar. Umra sayohat emas azizlar. Diqqat qilasiz. Bugungi mavzuyimiz umra haqida bo'ladi va uni atrofidagi muammolar va o'zimiz chiqarayotgan muammolar haqida bo'ladi. Umra sayohat emas Qora aka, bu jiddiy, juda ham jiddiy mavzu va bu juda ham jiddiy amal hisoblanadi. Albatta. Bilasizmi, umra safarini o'zi nima? Va nima uchun turizm shu darajada avjiga chiqib ketdiki, umrachilar degan ibora paydo bo'ldi. Xo'p, umra bu islom shiorlaridan hisoblanadi, islomdagi maqtalgan amallardan hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasi 196-oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim va atimmul hajja val umrata lillah deb sadaqallohul azim bayon qilgan, marhamat qilgan Alloh taolo, ya'ni haj va umrani Alloh uchun komil, mukammal ado etinglar degan mazmunda oyat nozil bo'lgan. Mana shu oyatning sharhida ulamolarimiz aytadiki, haj, ya'ni haj farz, umra ba'zi ulamolar vojib degan, lekin bizda Hanafiy mazhab ulamolarimiz umrani demak sunnat muakkada deganlar. Ya'ni hayotida bir marta qilsa yaxshi. Va payg'ambar alayhisalom haj farzdir, umra esa ixtiyoriy deganlar. Endi bu oyatda aynan Baqara surasining 196-oyatida haj va umrani komil, mukammal ado etinglar deyishlikdan murod deydi ustozlarimiz, ulamolarimiz aytishadiki, bir inson hajni yoki umrani niyat qildi. Mana umra haqida gaplashaylik. Umrani niyat qildimi, uni o'zi xohlagan joydan, o'zi xohlaganday bajara olmaydi. Uni o'zini qonun qoidalari bor. Kirishdimi, endi go'zal tarzda yakunlash kerak. O'zi umra qanday amal desa, ya'ni qanaqa amalga oshiriladi desa, umra haj kunlaridan boshqa kunlarda ixtiyoriy ravishda Ka'bani atrofida, Makka Mukarramada, Masjidul Haromda amalga oshiriladigan ibodat. Uni demak 4 ta umrani amali bor, qilish kerak bo'lgan. Birinchisi demak bu ehrom. Endi ikkinchisi demak Ka'ba-i muazzamani 7 marta tavof qilishlik. Uchinchisi Safo bilan Marvani orasida 7 marta say qilishlik va to'rtinchisi demak sochni oldirishlik. Mana shu amallarga qancha vaqt ketsa, shu vaqtning ichida demak to sochini oldirib bo'lguncha muhrim, ya'ni ehromdagi inson ma'lum bir qoidalarga qat'iy amal qilishi kerak. Umrani yil davomida istagan paytda faqat o'sha tashrih, haj kunlaridan tashqari istagan kuni amalga oshirsa bo'ladi. Katta rahmat ma'lumot uchun. Turizm avjida dedim-ku boya. Umrachilar degan gap chiqqanda, Qora aka, bu noto'g'ri, bu meni nazarimda. 2017-yilgacha
haj va umra yagona Saudiya Arabistonini qonun qoidalariga ko'ra haj umra amallari yagona davlat tomonidan tan olingan davlatlar aro munosabatlar orqali aloqalar orqali amalga oshirilar edi. Ya'ni Saudiya Arabistoni xususiy tashkilotlar, firmalar bilan ishlamas edi. Faqat davlat, Faqatgina davlat tashkilotlari Kvota degan narsalar bo'lardi. ishonchli demak kafolatlangan holatda amalga oshirilardi. Haj hozir ham shunday. Ammo keyinchalik ular 2030-yil Vision 2030 degan ularni nimasi bor, loyihasi, rejasi bor. Shu rejaga ko'ra ular qanchadir karrasiga ko'paytirmoqchi. Tushundim. Shuni natijasida bular hozir bosqichma-bosqich har yili masalan avval umra vizasi yo'qlarni umra amalini bajarishligiga ruxsat yo'q edi. Ammo yaqindan turist vizaga ham ruxsat berib qo'ydi. Bemalol. Arabiston. Saudiya Arabistoni hukumatining o'zi. Va natijada bizni davlatimiz, hukumatimiz ham aynan fuqarolarga yengillik bo'lishi uchun fuqarolarga demak o'sha avvalda navbat kutib 2017 o'sha 2020-yillargacha umrani o'ziga ham navbat kutilardi. Anchagina navbat kutilardi. Hajga ham, umraga ham. 40 yoshga to'lgan bo'lishimiz kerak edi. O'sha umraga navbat kutilishligini, mashaqqatini bularni yengillatish uchun o'sha hukumatlar aro kelishuv va yurtboshimizni o'zini tashabbuslari bilan Saudiya Arabistoni hukumati bilan gaplashildi va O'zbekiston fuqarolari uchun, vatandoshlarimiz uchun kvota degan so'z butunlay olib tashlandi. Avval 2017-yilda, keyin 2020-yilda umra amallarini tijorat firmalariga berish to'g'risida bir qancha qaror, farmonlar qabul qilindi. Avvalda faqatgina O'zbekiston musulmonlari idorasi amalga oshirar edi. Din ishlari bo'yicha qo'mita bilan kelishilgan holatda. Keyinchalik tijoriy firmalarga ruxsat berilishi, litsenziya berishi natijasida demak kvota olib tashlangandan keyin umraga odamlarni olib ketish bo'yicha raqobat boshlandi. 2023-yilda 77 ta turfirma litsenziya olgan ekan umraga olib borish bo'yicha va ularni yon atrofida yig'ilgan 200 ta bo'lgan turfirmalar, ya'ni filialimiz, bo'limimiz, hamkorimiz degan ma'noda degan gap bo'lardi. 200 ga chiqqan. Natijada raqobat boshlandi. Kim o'zarga, kim ko'proq odam olib ketishga raqobat boshlangandan keyin bular odamlarni olib borib u yoqda demak sifatiga emas, soniga qarashga e'tibor kuchayib ketdi. Ko'proq odamni olib borishga. Demak, ko'proq odam olsa, ko'proq tirikchiligi, endi tijorat firmasi degani o'z-o'zidan anglashiladiki, bularni birinchi maqsadi pul. Chunki pul tikkan mehmonxona, bilet va hokazo. Bularni birinchi va eng asosiy maqsadi pul. Mana shu tijorat firmalarida bir 4 ta 5 tasi bilan biz ham borib, birga bir nima qilib ko'rganmiz. Ochiq hammasini rahbarlarni ko'rganimda rahbarlarga ham aytganmanki, sizlarni maqsadlaring faqat pul va buning natijasida sizlar vatandoshlarimizni sarson qilyapsizlar. Yashang. Hammasi emas, ammo orasida shunaqalari bor. Men ham hammasi demayman. Ya'ni ularni birinchi maqsadi pul ishlash. Qolgan hamma narsaga qiziqmas. Ular uchun muncha joy olganman, samolyotga muncha bilet olganman, shuni to'ldirishim kerak, mehmonxona bron qilib qo'yganman degan narsa bor. Olib sotarli. Natijada ular sifatga mutlaqo e'tibor bermay qo'ydi va buning natijasida hattoki bir necha ming vatandoshlarimiz orada Saudiya Arabistonida bir oylab qolib ketdi. Taomsiz, mehmonxonasiz, biletsiz qolib ketdi. O'sha internetga chiqib ketdi va davlatimiz, hukumatimiz borib olib keldi. Ammo baribir yana firibgarlik holatlari, aldov holatlari va o'sha turfirmalarga yondosh bo'lgan biz shuni filialimiz, hamkorimiz degan firmalar tomonidan ham juda katta firibgarliklar. Faqatgina borish bileti bor, olib boryapti, Jiddaga yoki Madinaga tushiryapti, u yog'iga hech kim yo'q. Keyin u odamni topolmaysiz. Mehmonxonasiz, yeydigan, ichadigan ozuqasiz, 50 boshsiz, shunchaki olib borib shuni tashlab qochib ketishyapti. Shunaqa holatlar bo'ldi va natijada keyin yana
demak o'sha hukumatimiz, davlatimiz bu narsani tartibga solish uchun demak 2024-yil 12-oktyabrda Vazirlar Mahkamasini 668-sonli qarori bo'yicha mana shunday vatandoshlarimizni sarson qilish, xor qilishni oldini olish maqsadida endi litsenziya beradigan vakolatli organ din ishlari bo'yicha qo'mita qilib belgilandi. Va bu haqiqatan ham asosli, chunki umra turizm emasda, uni turizm qo'mitasi litsenziya bersa, u umra ibodat, islom diniga oid ibodat, ibodatga oid diniy marosimlarga oid har qanday litsenziya yoki ularni tartibga solish bo'yicha vakolatli organ bizda din ishlari bo'yicha qo'mita hisoblanadi. Va o'sha qarorda endi litsenziya oladiganlar ma'lum bir shartlar bor. Shartlarini orasida Saudiya Arabistonidagi qonuniy tashkilot bilan, shirkat bilan shartnoma qiladi va $1 million miqdorida depozitga pul qo'yadi. Mabodo force major holat yoki vatandoshlarimizni zarariga ishlaydigan holat paydo bo'lsa, o'sha $1 million olinib, o'sha vatandoshlarimiz uchun xarajat qilinadi. Qoplanadi. Va bu to'g'ri qaror bo'ldi va bugunda din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan 14 ta mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga, ya'ni turfirmalarga umra amallarini bajartirish uchun, umra ziyoratini amalga oshirish uchun litsenziya berilgan 14 ta firmaga. Va bundan boshqa har qanday firmalar qanaqa reklama qilmasin, qanaqa gapirmasin, qolgan hammasini ishlari noqonuniy hisoblanadi. Men bitta narsa hayolim kelib qoldi. Men yozib ham qo'ygan ekanman. Umrachilar deb gapirdik-ku, hozir xafa bo'lishmasin turfirmalar. Bizning yoshligimizda umra juda ham katta safar hisoblanganda. Umr safari. Masalan, umr safari deydi. Kichik haj deb atalgan. Katta orzu bo'lgan masalan, kichkina haj deyilgan. Hozir nimagadir o'yinchoq kabi qadrsizdek tuyulyapti. Mani nazarimda, men o'ta darajada ko'p video ko'rib yuborganimiz uchunmi yoki Instagram o'sha boya aytganimizdek televizorimizga aylangani uchunmi, shunda chiqyapti. Bir marotaba agar umrani yo hajni ko'rsangiz, rekomendatsiya beraveradi-ku masalan Instagram. Algoritmi shunaqa. Men aytmoqchimanki, hammani ko'rib qadrsizmi, u oddiy sayohatga aylanib qoldimi, qanaqadir orzuligi yo'qolib qolyaptimi, qanaqadir, Ikkita omil bor bu yerda. Birinchisi demak, erkinlikni suiiste'mol qilishlik omili. Erkin bo'ldi. Alhamdulillah, buni shukrni ado qilishimiz kerak. Erkin istagan hozir aytdingiz-ku, mana hozir olib kechqurun borib ketsa bo'ladi dedingiz-ku. Ertalab qaytib kelsa bo'ladi. Umra amalini bajarib, ertaga qaytib kelsa bo'ladigan holatda erkinlik berildi. Buning uchun avvalo hukumatimizga, yurtboshimizga alohida tashakkur aytib, buni shukr qilib, haqqini ado qilish kerak. Har bir vatandoshimiz, o'zimiz ham jumladan. Ammo bu yerda hozir shunaqa narsa bo'lib qoldiki, insonlar umrani boyaga aytganingizdek, xuddi bir Antaliyaga, Dubayga, dengizga borayotganda sayohatdek tushunib qolyapti. Birinchi xalqimizga murojaat qilaylik, hurmatli, muxlis xalqimiz, vatandoshlarimiz. Umra bu haligi qaysidir orolga, dengizga boradigan sayohat emas. Bu ibodat bu. Bu Qur'onda kelgan, Qur'onda zikr qilingan Alloh taolo komil, mukammal ado etinglar degan ibodat. Ibodatga tayyorgarlik ko'rib borish kerak inson. Siz ibodatni qanday qilishni bilmasangiz, qanday qilib u ibodatni amalga oshirasiz? Shuni chiqyapti. Hech narsani bilmaydi. Hech narsani. 50 boshiga ishonib boryapti. U yoqda 50 boshi boyaqish yaxshi bo'lsa, xo'p. Yomon bo'lsa, savobni o'rniga tog' gunohni yelkasiga ortib kelyapti. Masalanda, uni jinoyatlar, jarimalar degan joyi bor-da. Shuning uchun aytamizki, umraga borsin. Bemalol istagancha borsin. Masalan, Vietnamga, Tailandga 10 marta borgandan ko'ra, umraga 2-3 marta borgani, 4-5 marta borgani afzal. Ruhan poklanadi, yurtimizni, xalqimizni haqqiga duo qiladi, qalbi yumshaydi, odob axloqni o'rganib keladi va hokazo. Ammo bu yerda nozik joyi shuki, avval tayyorgarlik ko'rish kerak. Tayyorgarlik degani bu bozorga chiqib kiyim-kechak sotib olib, pulni taxlab, mana buncha ming dollar olib boraman deyish emas. Birinchi o'rinda niyatni xolis qilish kerak.
buni xolis Alloh taolo uchun umra qilaman deb niyat qilish kerak. Endi qudam borib keldi, men ham bormasam uyat bo'ladi. Bolalar ketyapti, Endi- og'aynilar yig'ilishyapti, Ha, borib oilalar keladi. yig'ildik emas. Xolis boring, bemalol. Ixtiyor o'zida hammani. Biz huquqiy demokratik davlatdamiz. Bu yerda hech kimni hech narsaga majburlab bo'lmaydi-da, ammo biz aytamizki, insonga aql, ong, tafakkur berilgan. Qilayotgan ishini ongli ravishda o'ylab, avval uni ilmini o'rganib, kitob do'konlar mana alhamdulillah ochiq. Borib istaganiga borib umra qo'llanmasi degan kitobni sotib olib o'qib chiqsin. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, men bozorga bora olmayman desa, telefonlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan, Islom.uz portali tomonidan yoki Shayx Aljon qori hazratimiz boshchiligidagi Al-Qur'on.uz jamoasi tomonidan haj va umra qo'llanmalarining ilovalari ishlab chiqarilgan, mobil ilovalar. Marhamat shuni olsin. Yo'q, uni ham qila olmayman desa, unda Google qidiruvga yoki YouTube'ga kirib umra amali deb yozsa, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Islom.uz ishonchli, O'zbekistonning ishonchli ulamolari, domlalarini video qo'llanmalari bor umra qanaqa amalga oshirilish bo'yicha. Xosatan Muslim.uz saytida juda ko'p umra qo'llanmalari bo'yicha hamma ma'lumotlar yozuv shaklida, lotinda, kirillda. Ham video. Ham videolar tayyor turibdi. Ham PDF variantda ham bor. Umraga ilm olib borishsin, tayyorlanib borishsin. O'qib, tayyorgarlik ko'rib, qayoqqa ketayotganligini his qilib, qayoqqa ketyapti? Men Robbimni oldiga, sevikli payg'ambarimiz alayhisalomni oldiga ketyapman deb bu narsani his qilish kerak. Umra bu sunnati muakkada. Bizning Hanafiy mazhab ulamolarini qavliga ko'ra. Endi undan oldingi farz amallar turibdi-da. O'shani qoyil qilaylik. Ota-ona, oila oldidagi o'sha tomonlarga ham e'tibor berib, buni ham bajarsin, lekin unga birinchi farzga e'tibor bersin-da. Farzni e'tibor berib, keyin bunga ham amal qilsa go'zal bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin ham men iltimos qilardimki, mana shu umra to'y, umrangiz muborak hoji ona, umrangiz muborak otajonim, onajonim degan narsalarni qilmasdan, uzun gilamlarni anu mahallani boshidan yoyib olib, ko'rdiga shunaqa videolarni, chaqaloqlarni yotqizib, ustidan bostirib o'tkazib, olinganda bo'ylaydi. Tavof qilib, yo'q, hali ham bor. Hali ham bor. Aksariyat joylarda bor. Tavof qilib umrachini, umradan kelgan odamni, u hali qabul bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu yog'i bor, birinchi masala. Keyin aksariyat ustozlarimizni, ulamolarimizni umraga, hajga borib kelganini ko'rganmiz. Borganini va kelganini hech kim bilmaganda. Hech kim bilmay qolgan. Yoki o'shanaqa bir e'tiqodi mustahkam do'stlarimizdan ham ko'rganmiz, hech kimga bildirmay borib kelishgan. Endi buni haligi 200 kilo oshdamlar deb Makkadan turib zakasi yoki ketmasdan turib 200 kilo oshqi, undoqqa, mundoqqa deb ko'pchilik keladi deb. Ha, bunaqa qilish bu isrof degan. Xosatan muftiy hazratimiz ham bunaqa dabdaba qilib kutib olmanglar degan. Ha, kelganingizdan keyin kimdir bilib qolib, uyingizga, ziyoratingizga duo olishga kelsa, u boshqa masala. Mehmonni izzatini, hurmatini joyiga qo'yish kerak. Bu dinimizda bu qat'iy haligi tartiblardan hisoblanadi. Ammo o'zingiz to'yxonalariga yoki hovlingizga katta stol-stullar qilib dasturxon qilishlikni bu ustozlarimiz, ulamolarimiz bu narsadan qaytarishgan. Xalqimizdan iltimos qilib qolardikki, ibodatni xolis, samimiy, oddiy, sodda amalga oshirishsin. Tur operatorlarni kim nazorat qilish kerak? Tur operatorlarni din idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita nazorat qiladi. Tur firmalarini, tur operatorlarni, umra firmalarini va bularni litsenziya beradigan tashkilot ham, nazorat qiladigan tashkilot ham din ishlari bo'yicha qo'mita. Bundan tashqari huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham turli holatlarga qarab nazorat qiladi bu narsani. Ammo umra firmachilarga meni bir aytadigan gapim shuki, hurmatli umra firmaga litsenziya olgan vatandoshlar, tijoratchilar, mayli, siz tijoriy firma qilyapsiz, pul tikkansiz, bu boshqa masala. Lekin
Buni tushunamiz. Ammo eng asosiysi siz buni ibodat ekanligini, umra ekanligini, olib borayotgan joyingiz Makka, Madina ekanligini yaxshilab his qiling. Sizni asosiy bosh maqsadingiz pul ishlash bo'lib qolmasin. Birlamchi. Sizni birlamchi maqsadingiz vatandoshlarimizga go'zal tarzda xizmat qilib, ularni ibodatlarini eson omon, sihat salomatlikda imkon qadar osonlik bilan amalga oshirishligiga yordam berish, xizmat qilish bo'lishi kerak. Sizim bu yoqda maqtab turfilmani reklamani olib borib, u yoqqa olib borgandan keyin bu yoqda ko'rsatgan narsangiz bilan u yoqda ko'rsatgan narsangiz boshqa narsa bo'lib chiqmasligi kerak. Bu yolg'on hisoblanadi. Bu aldov hisoblanadi. Reklamadagi, shartnomada yozilgan narsalarni har bitta turfirma qilishga majbur. Shar'an ham, qonunan ham. Va'da berilgandan. Ha, bu narsalarni olib borib, berilgan va'dani, shartnomadagi narsani qilmasdan umra o'zi mashaqqat degan hadisni ushlab olib, haj mashaqqatdir, umra mashaqqatdir, chidanglar bunga deb 10 soatlab, 15 soatlab mehmonxonasiz aeroportda kutib qolishlar yoki ovqatsiz qolib ketish, ovqat yetmay qoldi deyishik yoki qo'pol xizmatchilarni, xodimlarni qo'yib, endi bu mashaqqatda deyishlik, bu g'irromlik, firibgarlik, yolg'onchilikka kiradi. Bu umra firmalariga aytadigan gapimiz. Juda ko'p kuzatyapmiz bunaqa narsalarni. Litsenziyasi bor firmalarning orasida ham kuzatdik. Bu noto'g'ri ish. Mutlaqo bunaqa qilmang. Sizga hukumat, davlat ishonib umra ziyoratini litsenziyasini berdimi? Din ishlari bo'yicha qo'mita, vakolatli organ. Siz endi o'sha qo'mitani, xalqimizni, vatanimizni oldida bergan va'dangizni, shartnomadagi shartlarni bajaring. Va qo'shimchasiga xalqimizga bitta murojaatimiz, hurmatli vatandoshlar, umraga borishga niyat qildingizmi? Sizlarga ham iltimos, ham ogohlantirish, ham tavsiya. Birinchi o'rinda litsenziyasi bor turfirmani tanlang. Litsenziyasi bor. Endi bularning nomidan soxta ish qilayotganlardan litsenziyani so'rang. Va meni vizam qanaqa viza bo'ladi deb so'rang. Birinchi o'rinda mana sizga eng oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Agar sizga umra vizasini qilib bermasa, demak bular firibgar. Umra vizasi qilib bersin birinchi o'rinda. Vizam qanaqa viza deb so'rang. Umra vizasi bo'lishi kerak. Chunki umra firmalarga davlat tomonidan shart qo'yilgan. Ikkinchisi, umra vizasi qilasan deb. Ikkinchisi, nimaga umra vizasi qilasan deyilgan? Umra vizasi bo'lmasa, salomatlik sug'urtasi ham bo'lmaydi. U yoqda Saudiya hukumati umra vizasi yo'qlarga tibbiy xizmat ko'rsatmaydi. Yoki ko'chada qolib ketsa ham qaramaydi. Sen deydi turist viza, sayohatchisan, pulingga anoqi deydi. Saudiyada tibbiy xizmat juda ham qimmat. Bor deydi, pulingga qil deydi. Uchinchisi, albatta umra firmadan litsenziyasini so'rab, kopiya bo'lmasin, originalini ko'rsatishini so'rang. Ana undan keyin undan shifokor bormi? Ellikboshilar O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan shartnomaga ko'ra rasmiy imomlar qilib belgilanganmi, yo'qmi? Kim ellikboshi? So'rang, aniq. Ellikboshi siz bilan aeroportdan birga ketish kerak. Eng muhim joylarni aytyapman. Toshkent, Termiz, Qarshi, Samarqand, Andijon farqi yo'q. O'zbekistonning qaysi shahridan uchsangiz ham ellikboshi siz bilan birgalikda O'zbekistondan birga uchib ketish kerak. Diniy idora xodimi. Bu O'zbekiston musulmonlari idorasi xodimi yoki shu tizimda ishlaydigan imom, noib imom bo'lishligi shart. Bu nizomda belgilab qo'yilgan. Unaqa emasmi? Bo'ldi, bilavering, bular firibgar. Va keyingisi, sizga aytilgan mehmonxona albatta o'sha mehmonxonaga borishlikni oldindan ko'rsatsin ular. Va shu mehmonxonani talab qiling. Aytilgan mehmonxona boshqa-yu, lekin olib borgan mehmonxona endi shunaqa bo'lib qoldi desa, yo'q, sizlar firibgarsizlar, men sizlar ustlaringni arz qilaman deng. Va u yoqdagi o'zlarini bajara olmagan va'dasini xalqimizga murojaatimiz. Turfirmadagilar bu endi umrani mashaqqatida desa, ishonmang bu narsaga. U umrani mashaqqati emas. Endi mashaqqat qayerda? Tavof payti tiqilinch bo'ladi. Bu mashaqqat. Ehromda
juda ko'p narsalar, masalan, shirinliklar Ha. sepish, shirin Ha. hidlar sepish Ha. yoki soch soqol olish va hokazo bir qancha ehromda man qilingan ishlar borda. Hop. O'shalardan tiyilish bu mashaqqat. Ha. Yoki mehmonxonaga borganingizda avval tanimagan vatandoshlaringiz bilan bitta xonada turish, Ha. bu mashaqqat. Ha. Masalan, Ha. say Safo Marvada, bu ham mashaqqat. Misol uchun, yoki bo'lmasa o'zingiz ko'rmagan, avval bormagan begona yurtga borish, uni havosi, u yerdagi suv, yeyish, ichishlar, bular masalan mashaqqat bo'lishi mumkin. Lekin turfirma bo'yniga olib bajarmagan ishlar mashaqqatga Ya, kirmaydi. uni bahona qilmanglar, Ha, mashaqqatni endi- bahona qilmanglar. Turfirmaga yana bitta murojaatimiz, hurmatli turfirmachilar. Agar siz Alloh taoloning roziligi uchun mana shu ziyoratchilarni xizmatini qilaman deb, bu ziyoratchilar Zuyufur Rahman, Alloh taoloning mehmonlari hisoblanadi. Alloh taoloning mehmonlarini xizmatini qilaman deb niyat qilib, ishingizni, vazifangizni qilsangiz, Alloh taolo sizga boylikni ham, pulni ham beradi. Sizni kasod qilmaydi hech qachon. Alloh va'dasida sobit turadi. Lekin siz g'irromlik qilsangiz, ana unda muammodan boshingiz chiqmaydi. Qora aka, o'tgan yil bitta narsa eshitgan edimda. Haj mavsumida tanishlardan odamlar noqonuniy aylanma yo'l bilan bormoqchi bo'lishgan. O'zbeklar. Men eshitganman shu narsani. Shunaqa narsalar bormi? Hajga borishlik uchun topilishi kerak bo'lgan shartlar bor-da. Mana shu shartlarning orasida bizda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratimiz, ulamolarimiz, fatvo hay'ati ulamolari aytishadiki, navbatga qo'ygan odam navbati kelmasligi, ya'ni viza chiqmagan hisoblanadi. Viza chiqmasligi va navbati kelmaganligi, demak bu odamni hajga borishiga to'siq hisoblanadi. Hech qanday to'siq bo'lmasligi kerak-da borishga. Va bu odamni ga farz bo'lmaydi deganlar. Rasmiy navbatni nazarda navbati tutyapti. kelmagan bo'lsa, Saudiya Arabistoni haj vizasi yo'qlarni Makka shahriga kirgizmaydi. Mana oxirgisi 18-aprelda butunlay yopadi Makka shahrini. Endi qanaqa qilib siz bir qancha yolg'onlarni ishlatib, aldovlar bilan qochib yurib, u yoqqa yurib, bu yoqqa yurib, qanaqa qilib haj qilish mumkin? Ibodat xotirjam qilinishi kerak-ku aslida. Yolg'on bilan yoki pora bilan yoki boshqacha yo'llar bilan aylanma yo'llar ham yo'q. Aylanma yo'llarni ham hammasini yopib tashlagan. Endi borganda ham men sizga dahshat joylarini aytay. Bular bu yerda qop va'dani berib, bir oy avval olib borishadi. Umra qildirishadi, bo'ldi. Makka shahrida tekshiruv, tozalash boshlanishi bilan bitta xonaga qamaydi. Masalan, 4 kishilik xonada 5-6 kishi yotadi. O Makkani qaysi bir burchagida. Qamab qo'yishadi, ko'chaga chiqish yo'q. To o'sha Arafa kunigacha ko'chaga ham chiqarmaydi, pastga ham tushirmaydi. Bo'ldi, faqat xonada yotasiz. Hojatxona, oshxona, xona, bo'ldi. O'sha yerda qamoqxona, qamab qo'yishadi va Arafa kuni avtobus qilib beramiz deb va'da qilishadi. Kim qiladi bu ishni? O'sha turfirmalar, firibgar turfirmalar qiladi. Va keyin u aytadiki, Arafa kuni deydi, avtobus keladi, mana rasmiy nusukni pechati shtampi bor, avtobusda Arafatga kirib boramiz deydi. 1.5 o'xshab qolgan bo'lishi mumkin, lekin odatda oxirgi yillarda umuman o'xshamayapti. Ana keyin boyaga odamni topolmaysiz. Yana haligi gap, haj mashaqqat, piyoda boramiz deydi. Kechasi ana keyin ko'chada 50 kishi, 100 kishi bo'lib piyoda Arofatga 30-40 kilometr joyga piyoda ketishadi. Ko'chada politsiya ushlab, kim qanchasini olib borib qamab qo'ygan joylari bor. Yoki soxta tasrih deb, braslet, tasrihlarni, ruxsatnomalarni soxtalashtiradi. Bu ham yolg'on-ku. Ibodatni yolg'on bilan qanaqa qilib qilish mumkin? Qanaqa aldab ibodat? Qanaqa qilib yolg'on gapirib, aldab haj amalini bajarish mumkin? Qanday qilib? Buni iloji yo'q-ku. Kimni aldayapsan? Kimni aldayapti? O'zlarini aldayapti xolos. Alloh aytadi-ku, meni aldolmaysan baribir deydi. Hali oyat bor, ular makr qildi, Alloh ham makr qildi, Alloh makkorroqdir degan mazmunda oyat bor. Alloh taolo o'zlariga shunday makr qilib qo'yadi. U firmadagilarda ham shunaqa yo'l bilan boraman deydiganlarni ham. Va bunaqa yo'l bilan borishdi, bizning ulamolarimiz yo'q degan. Viza chiqmadimi? Rasmiy viza yo'q. Bormang degan. Davlatdan navbatingiz kelmadimi? Navbatingiz kelmadimi? Bo'ldi, demak bormaysiz. Va shu o'rinda mana shu ishni qiladiganlar
u haj vojib bo'lib qolgan, farz bo'lgan, bularni qildiryapmiz deydiganlar. Siz ham o'zingizni aldab yuribsiz. Siz yolg'on ishlatyapsiz. Norasmiy yo'l bilan vizangiz chiqmasa, navbatingiz kelmasa, noqonuniy yo'llar bilan hajga bormang, reklamalarga ishonmang. Yana bitta savolim bor. 50 boshli diniy idoradan beriladimi yo o'sha yerdan yollash mumkinmi? U yerda o'zbeklar ham bilishimcha ko'payib ketgan. Nizomga ko'ra 14 ta umra faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya olgan turfirmalarning majburiyati bor. O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan ular shartnoma qilgan. Har 50 kishiga ular 50 kishiga ham qanchadir o'zi soni bor. Shuncha ziyoratchi uchun diniy idora tomonidan bitta imom yoki noib imom 50 boshi sifatida ajratib beradi. Bu majburiy. Turfirmalar uchun majburiy. Ana endi ba'zi bir litsenziyasi bor turfirmalarda aytyapman hozir men, keyin ana firibgarlarni aytaman. Ba'zi bir litsenziyasi bor turfirmalar o'zi diniy idoradan berishligi majburiy, shart. Bermasa bo'lmaydi. Qonunni buzayotgan bo'ladi. Bitta samolyotda masalan 270 tacha, 250 tacha odam ketadi. O'shaga bitta 50 bosh yetadimi o'sha odamlarga? Yo'q, yetmaydi. 50 boshi deb 50 kishining 50 ta boshini odamga aytadi. boshini aytadi. 50 boshi deb. Endi bular nima qilyapti? Turist viza olyapti. Umra viza ham emas. 250 kishini bu yerdan uchirib oladi. 50 boshisi uchib ketadi. Boradi, u yoqda kutib oladi. Ular ham 50 bosh emas, ilmi ham yo'q, savodsiz aksariyati. Arab tilini birozgina o'sha yerda yurib o'rganib olgan. Ular mehmonxonaga olib borishadi. Mehmonxonada 50 boshi deb tanishtirishadi. Ana 200 kishiga bir ikkita odamdi. Nari borsa 3 ta odamdi. O'zbekmi? O'zbek, ammo ularni biz guvohi bo'lganimiz, o'zim borganda guvoh bo'lganlarim 90% diniy idora tomonidan berilmagan, diniy ma'lumoti yo'q, hech qanday diniy ta'lim muassasasida madrasa mahatda o'qimagan, eng xavflisi orasida soxta salafiylari bor. Bemazhab bolalar bor orasida. Dinni mutlaqo noto'g'ri tushunadigan bolalar bor orasida. O'zi bilmaydi-yu, lekin noto'g'ri tushunib oladi va noto'g'ri ma'lumot tarqatadi. 20 yosh bolani 50 bosh qilib qo'yib qo'ydi. Tag'in 50 bosh. U bola kim, men so'radim, "Uka, sen avval kim bo'lib ishlagansan? Qayerdan kelib qolding bu yerga?" desam, "Men deyapti, avval Turkiyada ishlar edim" deyapti. 18 yoshimda Turkiyaga ketganman deyapti. Keyin Turkiyada meni hujjat qila olmadim, 2 yil ishladim, deport qilishdi. Keyin u yoqdan O'zbekistonga borib, ozgina pulim bor edi, ota-onam bilan umraga keldim. Qarasam, bu yerda ish yaxshi ekan deyapti. Keyin firmani shu yerdagilarga aytdim, meni ishga olib qolinglar. Gapga chechan, yosh yigit, qo'l oyog'i chaqqon, soqqa qilamiz deb $500, $700, $1000 oylik berishadi. Olyapti-da, dabdalasini chiqarib, umra ham qildirmaydi hatto. Olib borib, yuringlar Ka'baga deydi. Olib borib, aylantirib, duo qilaveringlar. Nima xohlasalar duo qilinglar deydi. Aylantirib. Gitmi? Gitanmas. Keyin Safa Marvani orasi yurg'izib, keyin sochni olganlar oladi, olmaganlar yo'q, mehmonxonaga qaytarib olib borib qo'yishadi. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Aksariyati gunohga botib qoladi. Tavba. Eng dahshati biz ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz, masalan, mumkin bo'lmagan uzrli ayollarni ham mashhur haramga olib kirib ketishgan. Umra qildirishga. Guvohi bo'lganmiz. O'sha ayollarni o'zi, men ham ziyoratchi bo'lganman, ular boshqa guruhda kelib mendan so'ragan, keyin mana u shunday qildi, eri kelib so'rayapti. Ayolim uzrli holatda, lekin ketdi, "Yo'q, qilavering, hech narsa qilmaysiz, sadaqa berib qo'yasiz" deb aytayapti. Tavba. Dahshat. Litsenziyasi yo'q firmalarning aksariyati shu narsani qilib olgan, Instagramda yig'latadigan videolar qilib, ehtirosli Instagram, Facebook, internet shunaqa narsa ehtiros sotadi. Ehtirosli videolar qilib sotadi. Xalqimizni, sodda xalqimizni o'zlariga mijoz qilib olib, umraga olib boramiz deb reklamani ana shuni ustiga qurib olgan. Emotsiyani ustiga. Emotsiya. Umuman dalili yo'q, hech qanday kitoblarda yo'q ma'lumotlarda aytadi. Masalan, yaqinda eng ko'p aylanganlardan bittasi Fatima onamiz haqida. Dahshat, hech qayerda kitobda yo'q ma'lumotlarda aytayapti. Yoki payg'ambar alayhisalomga tuhmat qilib ba'zi narsalarni yo'q narsa payg'ambar alayhisalom aytganlar. Kim agar unda qilsa bo'ldi, butun umrlik qazo namozlari ado etilib ketiladi. Agar palon joydagi Makkani, shahardagi palon joyini bunday qilsangiz, mana bunday bo'lib ketasiz. Tuhmat. 100 tagacha qarindoshingizni shafaat qilasiz. Qani, dalili qani desangiz, dalil yo'q.
Bunaqa firibgar firmalarga ishonmang, litsenziyasini so'rang. Yo'q, Saudiya ruxsat bergan, turist viza bilan ham zo'r bo'ladi degan gapiga ishonmang. Arzonligiga ham ishonmang. Qimmatroq bo'lsa ham litsenziyasi bor. Avvalo O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan boring. Agar u bo'lmasa 14 ta litsenziyali firma bilan boring va shunlardan ham qattiq so'rang. Eng dahshati yaqinda bitta tur firma reklama qildi. Yanvarda El Clasico'ni biz bilan birga ko'ring, bonusiga umra qiling. Kalla bormi? Nima deyapsizlar sizlar? Shunaqa dedim. Shunaqa deyapti. Voy. O firibgar firmachilar. Nima deyapsizlar sizlar? Ka'bani tavofi shunaqa darajadami? O'ynashyapti lekin bor. Juda qattiq o'ynashyapti. Tur firmalar, ko'zlaringizni oching. Avvalo Alloh taoloning oldida javob berasiz. Payg'ambar alayhisolamning qilayotgan tuhmatlaringizga javob berasiz. Emotsiya ustiga qurilgan narsalarni gapirib, yo'q narsalarni. Keyin davlatimiz har bittangizda bittalab hisob so'raydi. Bittalab. Arqonni uzun tashlab qo'yibdi. Bittalab hisob berasizlar har bittalaring. Ana litsenziyasi yo'q, firibgar tur firmalar. Bittalab hisob berasizlar. Agar sizlar o'ylamanglar, Saudiyada men hech kim hech narsa qila olmaydi deb. Saudiyadan tutib kelishadi kerak bo'lsa. Saudiyadan. Qora aka, qonunchilikdagi normativ, qonun qoidalar qanaqa o'zi? Umra, haj safarlari uchun shariatda va O'zbekiston qonunchiligida. Endi shariatdagisini yuqorida aytib o'tdik. Aytdik. Demak, oxirgi so'nggi mana xalqimizga ham ma'lum bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Demak, 2026-yil 24-yanvarda adashmasam, yangi o'sha prezident farmoni bo'yicha haj va umrani takomillashtirish bo'yicha demak huquqiy hujjatlar o'zgartirishlar kiritildi. Bunga ko'ra 2026-yil 1-fevraldan boshlab 1-fevraldan, apreldan 1-fevraldan hajni demak platforma qilindi, onlayn platforma, raqamli texnologiyalar vazirligi va din ishlari bo'yicha qo'mita ikkalasi hamkorligida, birgaligida 1-fevraldan hajni, 1-maydan esa umrani platformaga kiritmaganlar bormaydi, ya'ni 1-aprelgacha butun tur firmalar din ishlari bo'yicha qo'mita bilan kelishilgan holatda platformaga to'liq o'tgan bo'lishi kerak 1-aprelgacha. 1-maydan esa o'sha platformaga kiritilmagan ziyoratchi, ya'ni qaysi tur firma o'sha platformaga kiritmasa, o'sha ziyoratchini olib keta olmaydi, kiritilmagan. Bu demak so'nggi o'zgarishlar. Ancha tartiblanadi. Bu nazorat yanada, bu ham bo'lsa xalqimiz uchun. Aslida qonunlarning yangilanishi yoki o'zgarishi bu xalqimizga yaxshilik va ularni ibodatlarini oson, qulay bajarishlari uchun talofatsiz. Chunki agar mana shu platforma qilinmasa, oxiri shu darajaga keldiki, bu platforma qilinmasa, nazorat qilinmasa, istagan odam istagan paytda hech qanaqa firmasi ham yo'q. Shunchaki bilet sotib olyapti, undan bundan hozir bilet sotaman deganlar juda ham ko'p. Sotib olyapti-da, bir narsa deb Instagramda, Facebookda nom qo'yib olib, reklama berib, boyaga aytganimizdek, hissiyot ustiga qurilgan reklamalarni berib, odamlarni yig'ishtirib, olib borib umraga olib boryapman deb olib borib, xor-u zor qilib kelyapti. Juda ham ko'p bunaqa firibgar firmalar. Dinni sotish. Ha. Muftiy hazratlarimning gaplari ko'rib qolgan edim. Umrani turizm qildik, azizlar, gaplari aylandi. O'ylab qoldimda, qanaqa qilib turizm qilishimiz mumkin umrani dedimda, keyin o'sha yerda o'zida javob kelyapti-da. Rostakasimiga o'ynashib tashladik lekin. Shunaqa. O'yinchoq qilib tashladik. Muftiy hazrat rost aytganlar. Haqiqatdan ham umrani xalqimiz tomonidan ham ayrimlar va o'sha qo'shtirnoq ichidagi litsenziyasi yo'q umrachi firmalar tomonidan ham turizmga aylantirib yuborishdi. Umraga ibodat qilishga borayotganingizda, hurmatli aziz vatandoshlar, xolis niyat bilan Allohning roziligi uchun boring. U yerga borib Ka'bani atrofida telefonda olib, rasmga tushib, videoga tushib, yana umra firmalarida ham mana shunda bitta o'yini bor. Tavof qilayotgan paytida hammani videoga tushirib, gapiring, bir narsa deb qo'ying, mana kelinglar, ota-onalaringni olib kelinglar deb qo'ying deb. U nima? Reklama, target. Namoz o'qiyotgan odamni videoga tushirib, "Sizlar namoz o'qinglar" deb qo'yinglar deganday gapda bu. Bizni ham bitta duo qilib qo'ying degan. U qanaqa bu? Bu aql ishlaydimi? Bir fikrlamaydimi bular? Yoki bo'lmasa, mana
men aytdim biz tushunmayotgandirmiz, bir ustozdan so'raylik deb ustozimizdan so'radik. Ustoz, mana turfirmalar odamlarni boshini egib, Ka'bai muazzamaga mana shu boshingizni egib ushlab olib boradi. Ha, 50 boshi. ha, Go'yoki 50 boshi. ha, Litsenziyaga egalar ham qilyapti bu ishni. ha. Keyin bir kishi syomka qiladi kelishlarni. Ko'tarmanglar boshlaringni, ko'tarmanglar deydi-da, Ka'bani oldiga olib kirib bo'lgandan keyin endi ko'taringlar deydi. Shu ko'targan payti videolarga ham tushib qolyapti hatto. Yig'langlar deyapti. Ustozdan so'radik, ustoz shu ishni hukmi qanaqa desak, mutlaqo noto'g'ri ish degan. Ka'bani oldiga boshni egib borish mutlaqo noto'g'ri ish. Izdivosiya qilib Endi hadis bor. Kim Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, Ka'baga ilk ko'zi tushganda o'qiladigan duolar bor-da, shu kimni ko'zi Ka'baga ilk tushganda duo qilsa, duosi mustajob degan. Ulamolarimiz tomonidan bu roviylar tomonidan rivoyat qilingan. Lekin Ka'baga bu jonli ko'zi tushdi. qayerda ko'zi tushib qolsa Ka'baga o'sha yerda duo qilasiz. U degani Ka'bagacha boshni egib, bo'yinni og'ritib, ana keksa chollarni boshidan majbur. Umuman bunaqa ish mutlaqo mumkin emas degan. Bu dinimizda yo'q bunaqa ish degan. Oshirib yuborishdi. Endi ana yig'langlar deyishiga nima bor? Yig'langlar. Mana yig'lab olinglar to'yib. Kimdir yig'lar, kimdir ichida yig'lar, kimdir yig'lamas. Hammani qalbi har xil-ku. Bunaqa qilmas kerak va turfilmalardan ham, xalqimizdan ham bunaqa narsani qilmaslikni so'rab qolaman. Ayniqsa o'sha ibodat mahallini hurmatli vatandoshlar suratga olmang, videoga olmang, jonli efir qilmang, qo'ymang Instagramingizga. Oxirgi savol, umrida necha marta borgan ma'qul umraga? Hali bir marta ham bormaganlar Bizni Hanafiy mazhab ulamolari umrani yuqorida aytgandek sunnat muakkada deganlar, umri davomida bir marta qilsa kifoya qiladi degan. Bormasa-chi, u qilolmasa. Bormasa gunohkor bo'lmaydi. Aynan. Shu. Borsa yaxshi, afzal. Ammo boyagiday qarzlardan qutulib, farzlarni bajarib, javob bergan keyin holatda ilmini olib borgan. Davlatimiz shuncha sharoit yaratib beryapti, hukumatimiz sharoit yaratib beryapti, marhamat, borsin. Lekin avval undan farzlarni bajarib, ilmini olib, o'rganib, litsenziyalarni so'rab va shu yerda yana bitta ogohlantirib qo'yay. Yaqinda borish nasib qildi, mana shu dekabr oyida borganimda. 50 boshi bo'lib bordingiz. Yo'q. Ziyoratchi bo'lib bordim. Ziyoratchi bo'lib borganimda Masjidul Haromda soat mehmonxona bilan Masjidul Haromda o'rtasida ozgina maydon joy bor. Shu yerga yig'ib qo'yib o'zbeklar firmasi nomi ham yozilgan, aytmayman. O'sha firmani nomi yozilgan, 50 boshi juda meni dilimda ortadigan gaplarni gapiryapti nimalarga, ziyoratchilarga. Boshqalar dili og'rimas, lekin meni dilim og'ridi. Chunki men Alloh taolo meni yaratgan vatanimni yaxshi ko'raman men. Alloh taolo meni mana shu yerda O'zbekistonda, Surxondaryoda tug'ilib katta, shu yerda tug'ilishimni, ota-bobom shu yerda tug'ilishimni nasib qildi. G'alidganlar bor. Endi bu istasa meni Madinada yaratar edi, istasa Makkada dunyoga kelishim nasib qildi. Yo'q, shu yerda nasib qildi. Imom Buxoriy, Imom Termiziy hazrat ham bizdan ko'ra, ana shulardan ko'ra aqlliroq bo'lsa kerak. Vatanga qaytib kelib vafot etganlarda aytayaptiki, mana Ka'bani oldida duo qilayotganda menga og'ir botgan joyini aytay, qisqasi. Anu vatanimda unday qil, bunday qil deb so'rab o'tirmanglar. Bu nima degani? Vatan uyku. Bizni vatanimiz jannatda deyapti. Vatanimda unday qil, bunday qil deb unaqa duo qilib o'tirmanglar. Payg'ambar alayhisalom vatanparast bo'lmaganlar deyapti-da. Afsus. Alloh insof bersin ularga, Alloh mag'firat qilsin. Boshqa hech narsa deya olmaymiz. Aziz muxlis xalqimizni faqatgina ogoh bo'lishligini, hushyor bo'lishligini, rasmiy litsenziyaga ega turfirmalar orqali borishligini, borishdan avval ozroqgina bo'lsa ham umra haqida, u yerda qilinadigan ibodatlar haqida, namoz haqida, mahallangizdagi masjid imomidan chiqib bo'lsa ham ozgina o'rganishni tavsiya qilib qolamiz. Qora aka, umraga boradigan bo'lsak, ilm olishlik nasib qilsin sizdan so'raymiz. Hali ko'p, juda ham ko'p ko'rsatuvlarda uchrashamiz. O'rganamiz. Hammaga umra nasib qilsin, hammaga haj nasib qilsin. Boshqa mavzularda yana ko'rishamiz, Xudo xohlasa.